Assalomu alaykum YouTube kanalimizga shuni o'ta obuna bo'lib qo'yinglar. Mana biz yangi yilga qo'shib boshladik. O'zbekistonda xalq artisti Yulduz Usmonova apamiz mingandi. Mana Qo'qon shahriga biz ham zakaz qildik Xitoydan, xudo xolasa olib keltirib qo'ydi. Mana uni qarang. Ajoyib, kimga kerak bo'lsa akvarin deganidan bu ichlarni qarang, fioletoviy вообще bombalar bu. Yulduz Usmonova apamiz bir ro'ga borganda mingan ekanlar. Bir ro to'yxonalarga ajoyib narsada va shu lyuks. Mana o'zi qizig'ichi bilasizmi mana uni? Hali O'zbekistonda xalq artisti bo'lgan akamiz bu Abdulla Qurbonov yoshligida. Ay Abdulla degan akamiz, mana shunda o'zim berganman Qo'qon shahrida. Mana uni qarang, ajoyiblikni, mashinalarimizni qarang. 1 tonnali materiallarimizga juda ham katta chegirma aksiya qilib yubordim. Mana uni qarang, mashinami. Mana uni turishini ko'ryapsizmi? Bilasizlar ham manzillar, mana Marvarid O'zbekistonda eng katta. Mana eng sonlishli mana quyosh paneli. O'rta Osiyoda yo'tsagan bo'laveradi mana skuterlardan. Ham akkumulyatorga yuradi, ham quyosh paneli ham bor. Ko'cha-po'chada qolib ketmasdi. Любой joyda ketaverasizdan qarang. Ajoyib oldilarni qarang, ajoyib narsalar. 1 tonnali materiallarni chegirma qilib yubordim. YouTube kanalim yoqqan bo'lsa, shuni videoni bosib turib, like tarqatib yuborasizlar. Bosib. Juda ham katta chegirmalar qilib qo'yganman. 1 tonnali materiallarimiz uni turishini ko'ryapsizmi? $1000 qilib yubordim pol kabinalarni, $1000. Videomiz yoqqan bo'lsa, shunday like bosib o'tib olarsiz. Kutaman obunachilarimiz.